Bu ichkaridan ko'rsatgan asosiy kirish joylaridan biri, eshiklardan biri. Biz aytgan o'sha biz kelganimizda qurilishi boshlangan obyekt mana. Tom qismida ko'rsatilgan mana sizning liniyani nimalari. Bizda bilmadim, biz obyektlarimizda unaqa zazil liniyalar ishlatiladimi yo'qmi? Obyektlarda qisilib qolgan yoki bir archilib qolgan kabellardan chiqayotgan tok kimnidir urib o'ldirmasligi uchun mana shu zazim liniyalar ishlatiladi bu yerda. Keyin asosiy ikkinchi vazifasi shu chaqmoq bo'lgan paytda o'sha chaqmoqni pastga tortib beradi yerga. Sankt-Peterburg shahri mana shu ko'rayotgan joylarning Piskaryovskiy tomonlarida. Shu binoda hozir bizni qorako'z aka-ukalarimiz ishlab yurishibdi. Alloh o'zini panohida asrasin, ishlariga rivoj bersin hammalarini, hammamizni. Yorug' yuz bilan uyimizga qaytishlikni nasib qilsin. Mana bu yana davom ettiryapti qurilishni, svaylar uryapti bu yerga. Svayni urgandan keyin yana boshlaydi qurilishini. Mana o'sha asosiy kirish yo'lagi, bu yerda turniket bo'ladi. Qorovulxonasi, kema, garderob. Xo'p, bu yer asosiy birinchi blok. U to'g'rida oshxona. Bu yerda ko'rsatgan medpunkt, bu yoq 5-blok. Hozirgi kunda eng bitib qolgani 5-blok bo'ladi. Qolganlari sekin bityapti. Tronqi xonani ochsak, ichkaridan ko'rsatamiz nasib bo'lsa.